zo'r urug'ingizga yaxshi qaramasangiz, u qayerdan yaxshi bersin u. To'g'rimi? Do'stlar, mana bizlar Jonboy tumani Dehqonobod qishlog'i Bepoyon agrohosil fermer xo'jaligi dalasidamiz. Bu akamiz bizni Bog'bon agromarketining mijozlaridan biri, bizlardan Bagrat hamda Alekseyevich bug'doy urug'liklarini olganda, hozir mana shu dalaga Bagrat urug'i ekilgan. Hozirgi kunda holat qanday? Mana biz xudo xolasa, mana men fermer xo'jaligining rais sifatida bu g'allani ekib, bu yilgi g'alla yaxshi, xudoga shukr, yomon emas. Mana Bagrat urug'imiz, bu urug' har yilgi olgan urug'larimizga qaraganda yaxshi zo'r. Alekseyevich bundan ham zo'r. Bu yil ekdik, Amofos oldik, Amofos o'z vaqtida, Amofos ham shu o'zi bog'bondan oldik. Mana bioximiya dorilarini ham oldik bog'bondan. Normalniy zo'r dorilar. 2 marta suspenziya qildik, mana amiyashli selitralarini berdik. G'allamiz xudoga shukr yomon emas. Endi o'zimizcha endi buncha beradimiz, endi asosan bu yog'ini ko'rsatadi. Nima deydi? Kambay ko'rsatadi, tarozida endi. Endi menimcha 70-80 bersa kerak deb o'zimizcha o'tiribmiz. Xudo bersin, chiqib shu mana yog'ini bu tomonda Alekseyevich eksamiz, Alekseyevichdan anaqa qilganmiz, nima deydi? Yomg'irlatib sug'orish. Buni ham shu bog'bondan agromarket bilan birgalikda shartnoma qilib, o'naga yomg'irlatish sinovlarini shulardan olganmiz. Bu yog'i yomg'irlatish, bu yog'i endi bu yil xudo xolasa bu yoqda ham yomg'irlatishga o'tkazyapmiz, tomchilatib sug'orishga. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi, yomon bo'lmaydi. G'allamiz yomon emas. Hozirgi holatda 18-iyun sanasida hozir Alekseyevich aynan yomg'irlatib sug'orish bilan qilingan bug'doy urug'ligini ham hozir bir nazar solamiz unga ham. Aka, bizdan Bagrat urug'ligini necha gektarga ekdingiz? Alekseyevichni qancha gektarga ekdingiz? 10 gektarga Alekseyevich olganman, 15 gektarga Bagrat olganman. Gektarga qanchadan ana qildingiz? Ekdingiz. Gektariga 250 kilodan. 250 kilo. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi, yomon emas, g'allamiz. Bagrat ham yaxshi, Alekseyevich ham zo'r. Men endi Bagrat Alekseyevichni kamroq olibman, Alekseyevich ham zo'r. Bagrat undan ham zo'r ekan. Bir marta suv qo'yganmiz bu yerga. Yomg'irning o'zi bilan bo'lgan shuncha natija. Shunday, domlar. Domni qarang, mana qarang. Domni to'la, hammasi to'la. Bir uchida ham puchi yo'q-da, hammasi to'la bug'doy. Sap-sariq. Demak, bu tosh bosadi. Mana 10 gektarlik Alekseyevich ekilgan maydonga ham yetib keldik. Ushbu maydonda yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi qo'llanilgan, lekin hozirgi kunda aynan o'rimga tayyorgarlik bo'lish uchun sprinklerlarda yig'ishtirib qo'yilgan. Hozirda aka, bu yerga nima ishlovlar qildingiz? Bu yerga ham shu ekkanimizda shu amofosni ekkanmiz. Keyin 2 marta suspenziya qildik. Yomg'irlatib sug'orishdan necha marta foydalandingiz? Yomg'irlatishdan shu tramada 2 marta suv qo'yib, shu yomg'irlatib suv qo'yib g'allani chiqarib olganimiz. Keyin bu yerga bahorda qo'yamiz deb yomg'ir, Xudoning bergan yomg'iri bilan bugun g'allaymiz. Aka, mana shu 10 gektar maydonga gektarga qanchadan suspenziya qildingiz? 2 marta shu dorisi selitrasini berdik, bir marta 250 kilodan, keyin 300 kilodan selitrasini berdik. Endi ikkita endi 200 kilodan amfosini berganmiz. Mana shu bilan bugun g'alla bu. Endi boyaga zanga dorilarni sizlardan olib sepdik, zanga dorilarini, mana hasharotning dorilarini sepdik. Mana shuning natijasi Endi aka, kelgusida nima reja? Bug'doydan keyin nima ekasiz? Bu yiliga ham o'sha yomg'irlatish, sug'orish texnologiyasini yana boshqa dalalaringizga ko'paytirasizmi? Qanday, nima rejalar? Bu yilgi xudo xolasa mana shu dalamiz yomg'irlatish bo'lsa, endi yanagi yilga u tomonga bir 15 gektarlikka yomg'irlatish qilamiz bu tomonga. Bu yerdagi yomg'irlatish sistemaning joyiga, bu g'allaning joyiga fasol ekamiz, kartoshka ekamiz. O'shani ham pol yomg'irlatish qilmoqchimiz. Yomg'irlatish, chunki bu yerda suv og'ir, yomg'irlatish bilan ariqdan suv qo'yilgandan yomg'irlatish bilan suv qo'yishni afzalligi ko'proq ekan. Xuddi bir anaqa nima deydi? O'zingiz bildingiz. Suspenziyadek bo'lar ekanda ham. Yomg'irlatish bilan natijasi yaxshi ekan. Uchun bu yoqda endi yomg'irlatish qilib turib lobi ekmoqchimiz. Kelasi yilga u uchastkamizni ham pol yomg'irlatishga o'tkazmoqchimiz. Tomchilatish, yomg'irlatish sistemasiga bu yoqqa ham o'tkazmoqchimiz, xudo xolasa. Suv ekonom, tok ekonom. Bo'yagidek ham nima deydi? Effekt. Natija yaxshi. Bizlarda xizmatlarimizdan siz mamnunmisiz? Mahsulotlarimizdan, o'sha urug'liklarimizdan, agar biz tomondan biron bir kamchilik o'tdimi? Endi kamchilik o'tdi desak uyat bo'ladi. Shuncha natijani qilib berib turibsizlar bizlarga. Endi bundan bizlar sizlardan rozi. Kelajakda ham mana shu Bog'bon agromarketidan xudo xolasa birga ishlash niyatimiz bor. Urug'larda ham, dorilarda ham sizlardan olib foydalanish niyatimiz bor. Aka, hozir yana bitta qo'shimcha savolim bor edi. Mana shu hosildorlikda ko'p bo'lishiga qanaqa qo'shimcha ishlar qilish kerak? Endi urug'ga ham bog'liq. Asosan urug'ga ham bog'liq. Yaxshi urug' bo'lsa yaxshi. Endi zo'r urug'ni ham rasvo qilish ham mumkin.
Chunki yaxshi urug'ni ekasiz, vaqtida suvini qo'ymaysiz, vaqtida dorisini, amofozini qo'shib ekmaysiz, mana selitralarni bermaysiz. Zang kelishi mumkin, zangga sepmasangiz, o'sha kuni g'allani berib qo'ydingiz degan gap. Suspenziya qiyin emas, g'alla ham aytadi-ku, paxtani ishi oson. G'allaniki uncha qiyin emas, ekdingiz, faqat dorisini berib, vaqtida shu agrotexnikasini qilsangiz, boyagi o'sha zo'r urug' beradi. Natija beradi, zo'r hosil beradi. Zo'r urug'ingizga yaxshi qaramasangiz, u qayerdan yaxshi bersin u? To'g'rimi? Yaxshi qarasangiz beradi, qaramasangiz qayerdan beradi? Hammasi narsa ham shuda. Qarasangiz, mehr bersangiz beradi. Mehr bermasangiz u natija olish qiyin. Aka, bizga shuncha vaqt ajratib, o'zingiz vaqtingizni ajratib, mana o'qiganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Endi kelajakda keyingi ekinlaringizda ham birga ishlash umid qilamiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa birga ishlaymiz. Sizga ruxsat bo'lmasa, Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.